Uch xonali kvartirasida birgalikda sizlarga zo'r variant olib qo'ydim. Afg'on yo'lning bo'yinida, yegzak domlarda, 2-etajында 3 xonali kvartiramiz xudo xolasa sotuvga chiqyapti. Batafsil ma'lumot xudo xolasa video davomida bo'ladi. Bizlarga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, layklarni bosib qo'yamiz. Yegzak domlardan 3 xonali kvartira izlaganlarga mana sizlarga zo'r variantdagi remontlangan, aboylangan, mana shu Euro remontdagi uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Borimiz 3 xonali, 2-etajda joylashgan, Afg'on yo'lning bo'yinida. Sizlarga keling bir chetdan, banyadan boshlab ko'rsataman. Banyan ham mehr bilan zo'r qilib ishlangan ekan. Ko'rsatsa bo'ladi bir qator. Mana shu holatda olib kelingan. Zo'r qilib mashina qilib ishlangan. Mana bu yog'imiz botamiz. Yana bir xonasi endi ko'chish munosabati bilan, toza uyga ko'chish munosabati bilan narsalarni bu yoqqa o'tirib qo'ygan ekan. Buyamiz botonimiz yana bir xonasi, bo'rimizda konditsionerimiz qoladi, jalyuzilar qoladi, qolgan narsalar olib ketiladi. Moshning zo'r uy. Endi kelishsizlar, xudo xolasa narxidan bir chiroyli etib kelisha olsanglar, xudo xolasa zo'r uyimiz bu. 2-etajda bu kuxnyamiz mana ko'rsatsa bo'ladi. Chiroyli etib ishlangan, bu konturli kotyollar. Mana shu. Bu boton bo'lsa 3-xonamiz. Mana shu ko'rib turganingiz 3-xonamiz podsvetlari bilan zo'r qilib moshni qilib ishlagan ekan. Did bilan. Prosta like bosib yuboramiz. Remont uchun ko'rib turganingizdek chiroyli remont bu darajaga olib kelish ham san'at deydi. Shuning uchun bir like bosib qo'yamiz. Bizlarning YouTube kanaliga obuna bo'lib, podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va likelar bilan kommentarlarni ma'lumot tashlaymiz. Bizning Mangut Makli kanalining YouTube kanalini rivojlantirish uchun o'zingizning hissangizni qo'shganingizdan xursandmiz. Bu uyimizning narxini keladigan bo'lsak, bu uyimiz Afg'on yo'lning bo'yida yegzak domlarda 2-etajda joylashgan 3 xonali uyimiz. 260 million so'm aytib, zinda 95 million so'm krediti bor. Hammasini to'lab olmasangiz bo'ladi. 260 million so'm qatib qolgan sen emas. Uni ham aytib tortib baraga qilsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Yeniden aytib tortishsangiz, xudo xolasa chiroyli etib qaytib ham beraman dedi. Mana shunday izlaganlarga mana shu videoni berib qo'yamiz. Hamma yaxshi kayfiyat, bizlarga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r uylarda chiqarishda davom etamiz. Hamma yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mangut Makli kanali bizni kuzatishda davom eting.